Assalomu alaykum. Vodiy.uz kanalining ashaddiy obunachilari va bizni uzoq yaqindan kuzatib borayotgan chorvador aka-uka, do'sti birodarlar. Obunachilar, xudo xolasa bugungi kun mana erta-tong barchamizga fayzli va barakotli bo'lsin. Inshaalloh bugun haftaning seshanba kuni 14-iyul 2026-yil. Biz bugun Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Shahidon mol bozoriga kelganmiz. Xudo xolasa like bosib qo'llab-quvvatlab tursalang, bu yerda sotilgan mollarda xudo xolasa baraka bo'lgan, qaytgan mollarda narx-navosini chiroyli qilib yoritib berishga harakat qilamiz. Agarlar kanalimizda mehmonlar obuna bo'lib qo'yingda, inshaalloh biz yuklab borayotgan videolarimizni eng birinchilardan bo'lib tomosha qilishga muyassar bo'lasizlar. Xudo xolasa bozorimiz avjida. Savdo kamroq. Lekin narx-navo akalar to'g'risi qimmat. Ochiq o'yin aytish kerak-da. Savdo yo'q lekin kam savdo. Lekin narx-navo nimagadir qimmat, arzon emas. Bozor yo'q bo'lgan bilan. Xudo xolasa like bosib qo'llab-quvvatlab turaverasizlar. Biz videolarimizni boshlaymiz, xudo xolasa. Qo'limizdan kelgancha chiroyli qilib manfaatli video rolik qilishga harakat qilamiz. Videoda kamchilik xatolar bo'lishi mumkin, sababi bozordamiz, bilasizlar. Surib ketib qoladi, kamerani oldi o'tib ketib qoladi. Xudo xolasa kamchiliklarsiz, xatolarsiz video rolik qilishga harakat qilamiz akalar. Obunachilar, xudo xolasa bismillahirrohmanirrohim deya biz video roligimizni boshladik. Mana shu buqachamiz xudo xolasa baraka bo'libdi. 15 million 100 ming. Bo'ybaslari akalar 95 plus 1 metr atrofida, xudo xolasa sifat sort orqa-boshi yaxshi holat ekan. Oyoq qo'llari ham polvongina. Olganga ham, sotganga ham Alloh taolo barakasini bersin. 15 million 100 ming so'mga. Joning sog' bo'lsin. Molda 50liga xudo xolasa sifati ideal ekan. Kalla bochchalari ham juda chiroyli ekan lekin. Xo'p, obunachilar, endi navbatdagi buqalarimizda ko'rsatishda davom etamiz. Xudo xolasa yosh chiroylilardan so'ragan akalarimiz uchun mana bu yerda bir jup. Xudo xolasa bo'ybaslari akalar 95 plus 1 metr atrofida. Yoshiga yosh, xudo xolasa kalla bochchalari ham chiroyli. Molni yelka kengligi ham akalar xudo xolasa ingichka narsa emas, keng. Boqsangiz arziydigan variantidan. Azamcha arzonchi nech puldan deyapsiz buni? Bunisi 18, bunisi 16 kami bor. Hop, 18 million so'mga 16 million so'm kami bor deyapti. Savdo qilishdimi? 16 bo'lyapti, 14 bo'lyapti. Hop, 16 million so'm savdo bo'lyapti. Bunisi 14 million so'm savdo bo'lib turibdi ekan akalar. Mollarimizda oyoq qo'llari ham xudo xolasa yaxshi. Vodiy.uz oyoq qo'llari staganda yo'q, xudo xolasa sifat sorti yaxshi. Ko'shlarni qilib turibdi. Kallasi ham juda chiroyli, yaxshi narsa ekan akalar. Xudo xolasa boqsangiz arziydiganidan. Azamjon nomerni ayting jo'ra. 50 884 65 10. Azamjon arzonchiga telefon qilasizlar, xudo xolasa kelishadigan yeri bor. Telefon hisoblarining chiroyli qilib, yana bir qator ma'lumotlarni olib inshaalloh savdoni turaverasizlar. Ikkalasi ham yaxshi narsa ekan. Joning sog' bo'lsin. Mana bu yerda ham akalar xudo xolasa chempionlari bor ekan. Qo'limizdan kelgancha bularga ham narx-navosini yoritib berishga harakat qilamiz. Aka, buni nech pul deyapsiz? 20 million so'm kami bor deyapti akamiz. Lekin zo'r narsa ekan bu. Aka, savdo bo'ldimi? Nech pul qilishdi? 17,5. 17 million 500 ming so'm savdo bo'libdi. Akalar xudo xolasa yaxshi narsa ekan. Orqa boshlari, oyoq qo'llari, sifat sorti, molda uzunligi ham akalar uzun narsa ekan. Xudo xolasa joning sog' bo'lsin mana. 17 million 500 ming so'm. Janobi. Kengligi ham zo'r ekan. 17 million 500 ming so'mga bermabdilar. Aka, qiziqqanlarga nomer qo'yamizmi? Sotaveramiz-a? Bo'ldi. Bozoringizni bersin, sotaveramiz deyaptilar, xudo xolasa. Aka, bu targ'ilni nech pul deyapsiz? 16 kami bor deyapsiz. 16 million so'm kami bor deyapti akalar, mana dalavach. Yana bir kalla bochchalari xudo xolasa ko'rishlarni turibdi. Yoshiga ham yosh. Savdolarni qo'llab turibdi. Akalar, molni oldi yerdalar, oyoq qo'llariga alohida e'tibor berasizlar. Xo'p, molimizda aybi ozgina ariqroq, lekin molda aka sifat zo'rligi nimasi bo'ladi? Suyagi yo'g'on yaxshi narsa ekan, jasadli. Joning sog'. Aka, savdosi nech pul oldi buni? 14 300 ming.
14 milyon 300 ming so'mga savdosi bo'pti, berishmayapti akalar, xudo xolasa. Qiziqadigan nomer qo'yib ketalamizmi aka? Ayting. 94lik 4 479. Telefon qilasizlar, xudo xolasa yana bir qator ma'lumotlarni olib, xudo xolasa savdoni chiroyli qilib bitiraverasizlar. Janovar. Ozgina mehr talab ekan. Aka bu ko'chat nech pul deyapsiz? 25 milyon kami bor. Joning sog' bo'lsin. Xudo xolasa moling bormi desa, bor deydigan variantidan. Inshaalloh. Oldi, oyoq qo'llari ham xudo xolasa yo'q oldi narsa. 3 oylikdan o'tdi. 5 oylikka o'tdi. 5 oylikka o'tdi molimiz. Xudo xolasa bo'ylari ham akalar 1.5 plus minusda. Oyoq qo'lni ham ko'ring, oyoq qo'li ham juda polvon narsa ekan. Aka savdo qilishdimi? Nech pul qilishdi savdosi? 19 milyon 500 ming so'mga obunachilar berilmadi. Lekin zo'r narsa ekan mol, bormi? Ko'rgan odam yuragi bir marta shuni jiz aytaveradi Vodi 100 aka. Oldi gardanlari ham boshqacha ekan. Aka qiziqadigan nomer qo'yamizmi? Ayting aka. 95lik 952 77. Telefon qilasizlar, yana bir qator akamdan ma'lumotlarni olib, xudo xolasa chiroyli qilib savdoni bitiraverasizlar. Tavsiya qilaman, yaxshi narsa ekan lekin. Tushunavermang. Puliga yarasha ekan mol. Xudo xolasa. Joning sog' bo'lsin. Aka bozoringizni bersin. Tog'a bir nech pul deyapsiz? 25 milyon jonivor. Bunisi ham zo'r ekan lekin. Mana qarang. 25 milyon so'm kam. Molni qulog'i ham kattaligini ko'ring, shapaloqdagidek. Hoji ota nech pul oldi bu? 22 milyon so'm. Barakasini bersin. Odam o'tib qoldi, obunachilar apa olmaysizlar. Xo'p, mol akalar xudo xolasa sifat sorti, rangi ro'yi chiroyli, oyoq qo'llari ham polvon, janovar, raza boqadigan narsa ekan bunisi ham. Imkoniyat bo'lsa o'zi mana shu ikkalasini bir joyga olib boqadigan ekanda, yaxshi narsalar ekan. Tog'a savdosi nech pul oldi? 21 milyon so'm savdosi bo'pti obunachilar, xudo xolasa. Molni yelka kengligi, aka, bel alohida, boshqacha narsa ekan haqiqatan buni. Joning sog' bo'lsin. 21 milyon so'mga berishmabdi. 21 milyon so'mga. Siz mazangiz yaxshimi? Charchamang. Tog'a qiziqadigan nomer qo'ya olamizmi? Ya, sotaveramiz, ha? Bo'ldi. Bozoringizni bersan, xudo xolasa yaxshi narsa ekan. Mana shu tog'amga ham like bosib qo'yinglar, jonlar bo'lamiz. Olamiz hozir. Xudo xolasa yaxshi narsa ekan. Agar xudo xolasa ko'chat buqalardan ko'rsatishda davom etamiz. Yana bir dona xudo xolasa zo'ridan. Joning sog' bo'lsin. Chiroyli, yaxshi narsa ekan. Yoshi ham yosh. Gibrid so'raganlarga, agar xudo xolasa gibrid variantidan oyoq qo'llarni ko'ring, toza stakan yo'q. Aka nech pul deyapsiz buni chiroylini? 23 milyon so'm kami bor deyishyapti. Narigi buqalarimizga qaraganda akalar bunisi ozgina yirikroq. Bunisining bo'ylari 1.5 plyusda. 1.10 ga yaqin. Joning sog' bo'lsin. Haqiqatan yaxshi narsa. Yana bilmadim, mana shu mol katta olib ketsa kerak. Yo'q, o'rin topasiz. 23 milyon so'm kami bor deyaptilar. Oyoq qo'llari ham, sifat sorti ham ideal. Inshaalloh. Aka bozor nech pul oldi? Hop, bozorimiz obunachilar 18 milyon so'm savdo qilishibdi, berishmayapti. Lekin yaxshi narsa ekan bu, bormi? Xudo xolasa, oyoq qo'llari uzun bo'ladigan narsa. Aka qiziqadigan nomer qo'ya olamizmi? Ayting. 99lik 726 60 70. Xudo xolasa telefon qilasizlar, yana bir qator ma'lumotlarni akamdan olib, kimgadir molimiz yo'qsa narxi to'g'ri kelib qo'ygan bo'lsa, chiroyli qilib savdoni bitirishlaring mumkin. Xudo xolasa bu buqamizni ham tavsiya qilaman. Yaxshi narsa ekan, janovar. Boqsangiz arziydigan variantidan. Agar rahmat, bozoringizni bersin. Aka, olachan nech pul deyapsiz? Aka, bu ham sizdanmi? Nech pul deyapsiz buni? 17 milyon so'm kami bor akalar. Ola buqa ishbozlariga xudo xolasa.
jonivor. Sifat sorti yaxshi. Yoshiga yosh. Kichikroq variantidan so'ragan obunachilarimizga xudo xolasa 17 million so'm kami bor deyaptilar. Bu nech pul oldi aka? Ha, sotiladimi? Nech pul deyapsiz buni? 16 million so'm kami bor deyapman mana buqamiz. Bozoringizni bersin. Navbatdagi buqalarimizga ko'rsatishda davom etamiz akalar. Xudo xolasa. Voy. Aka yomon oyoq tezdi. Aka nech puldan deyapsiz bo'ladi? Tushunmadim. Jupun 31 qildi. Ha, 31 million so'm so'rashibdi. Obunachilar xudo xolasa mana bu egalasini 31 million so'm savdo qilishib berishmayapti. Joning sog' bo'lganlar mana. Xudo xolasa mollarimiz yaxshi. 31 million so'm. 15 million 500 ming so'mdan. Endi kimdir bunisini 16 million, bunisini 15 million bitishi mumkin. Yo'qsa bunisini 14,5, bunisini 16,5 bitishi mumkin. Nega egalasi ham xudo xolasa yaxshi narsalar. Oyoq qo'llari polvon istaganda yo'q. Aka nari ko'htoychi-chi? 13. Xo'p, akalar mana bu ko'h bo'rimizda 13 million 500 ming so'm so'rashibdi. Ashmol ham yaxshi narsa ekan lekin. Puliga yarasha arzon ekan mashina. 13 million 500 ming so'm. Xohlasa, molimiz uzunligi ham, orqa boshi ham yaxshi. Xohlasa, orqa boshlari, oyoq qo'llari ham polvongina. Aka qiziqqanlarga nomer qo'ya olamizmi? Telefon shetdan mashina. Telefoni shetdan-ku. 97lik 214 92 18 nomerlariga telefon qilasizlar. Akam bilan bog'lanib, xudo xolasa yana bir qator biz bera olmagan ma'lumotlarni olib, xudo xolasa chiroyli qilib savdoni bitirishlaring mumkin. Aka bozoringizni bersin. Akalar Dehqon akamizdan puli yengilidan so'raganlarga xudo xolasa sifat sorti yaxshi, jonivar kallalarni ham ko'ring. Kallani o'zi xudo xolasa 1,5 ming dollar jonivarlik. Oyoq qo'llari polvonligiga alohida e'tibor berib ketasizlar. Sababi so'raligi. Nima sabab? Tirikchilik emas, Dehqon akamizdan orqa boshlari sifat sortiga o'zlaring baho berib ketasizlar. Aka nech pul deyapsiz buni? 18 million so'm kami bor. Puli ham arzon ekan lekin o'zlari eshitib qolmasinlar. Xo'p, agar Xudo xolasa molimizni bo'y-baslari 1 metr plus. Joning sog' bo'lgan. Yaxshi narsa mana boqsangiz arziydigan variantidan. Savdosi nech pul oldi aka? Savdosi 16 million so'm. 16 million so'mga berishmayapti. Kimgadir ma'qul kelgan bo'lsa, Xudo xolasa akamizning nomerlarini qo'yib ketamiz. Dehqondan olaman deganlarga telefon qilasizlar, biz bera olmagan ma'lumotlarni o'zlari olib, Xudo xolasa savdosini qilib, chiroyli qilib ishni bitiraverasizlar. Aka nomerni ayting. 88lik 801 2112 nomerlarga telefon qilasizlar, xudo xolasa akam bilan bog'lanasizlar. Inshaalloh yaxshi narsa tavsiya qilaveramiz molimiz. Boqsangiz arziydigan variantidan. Eng qizig'i Dehqon akamizdan, savdogarchilik emas, tirikchilik emas, Dehqon xudo xolasa. Aka bozoringizni bersin. Navbatdagi buqalarimizdan, pulingiroqlardan so'ragan akalarimizga xudo xolasa ariqroq, lekin jasad yaxshi, oyoq qo'li uzun. Suyakli variantidan. Inshaalloh. Aka qaysi biri savdo bo'lyapti? Nech pul? 3,5 beryapti. Nech pul? 3,5 shunaqa. Alaykum. 3,5 mi, 13,5 mi? Yo'q, hazillashinglar. 10 million beryapti. Prank qilyapsizlarmi hozir? Bir-birlariga. Ya o'z nech puldan deyapsiz? Bolasini hammasini 14 dan deyapti. Hop, qo'ying'isi yo'q. 14 yarim. Bo'ldi. Obunachilar xudo xolasa cho'lasini bir joyga 14 million so'mdan kami bor deyaptilar. 13 Semental gibridimizda akalar xudo xolasa 14 million 500 ming so'm deyaptilar yakkalabga. 13 million qancha? 13 million 250 ming so'mdan 27 million so'm savdo bo'libdi, berishmayapti mana shu ekalasini. 1 2. Xudo xolasa mollarimizni bo'y-baslari 95 plus minusda. Endi 1 sm balkim balanddir, balkim pastdir. Aka bunisini-chi? Hali savdo bo'lgan yo'q. Xudo xolasa akalar kimgadir qiziq bo'lsa, Mash akam bilan ham bog'lanib qo'yaverasizlar, aka. Like bas qo'llab turibdi faqat. Joningiz omonmiz. 10 qo'ldan so'rashib qo'yinglar aka. Ishimiz hamisha o'ng'alik. Havotangiz kerak. Va bilaman aka. Xudo xolasa kimgadir qiziq bo'lsa, akamning nomerlarini qo'yib ketamiz.
mollari yo'qsa mollarning narxi to'g'ri kelib qolsa telefon qilasizlar. Yana bir qator ma'lumotlarni olib, inshaalloh chiroyli qilib savdoni bitirishlaring mumkin. Aka nomerni ayting. 94lik 151 151 1437. 1437 nomerlariga telefon qilasizlar. Xudo xolasa chiroyli qilib ishni bitiraverasizlar. Akalarimiz o'zimizni mahalladan, o'zimiz ham qishloqda xolasa bemalol garantiyasiga turib beraveraman. Bemalol, xotirjam. Hali bugun sotib erta yo'q qoladigan bolalardan emas. Xudo xolasa har kuni shu bozordagi yurgan akalarimiz. Navbatdagi buqalarimizga ko'rsatishda davom etamiz. Akalar, xudo xolasa sementalga gibrid variantlaridan ko'rsatib boramiz. Like bosib qo'llab-quvvatlab turaverasizlar. Videoda kamchilik xatolar bo'lsa, oldindan uzr so'rab qolamiz obunachilar. Aka, buni nech pul deyapsiz chiroylini? 25 million. Ay jonivor, 25 million so'm kami bor deyaptilar. Xudo xolasa molimizda orqa boshi, oyoq qo'llariga alohida e'tibor berasizlar. Xudo xolasa molni gabariti ham zo'r ekan. Bu akamning gabaritiga o'xshar ekan, aka. Xudo xolasa mana shu akamga o'xshar ekan. Ay joningiz sog' bo'lsin. Akalar, molimiz yelkasi ham keng. Semental gibrid variantidan so'ragan akalarimiz uchun xudo xolasa tozasi emas, gibrid varianti. Endi yana bilmayman, men o'zim ham haligi nima hisoblarda tajribadan o'tkazib ko'rganman. Akalar, tozasiga qaraganda tajribadan chiqib aytyapman. Gibridi akalar yaxshi o'zgaradi tozasiga qaraganda. Aka, savdosi nech pul bo'ldi? 19 million so'm. Xudo xolasa puliga arziydigan variantidan. Joning sog' bo'lsin. Oyoq qo'llari ham polvon, xudo xolasa sutga to'ygan variantidan obunachilar. Aka, qiziqadigan nomer qo'yib ketaveramizmi? Ayting. 94lik 444 31 88 nomerlarga telefon qilasizlar. Xudo xolasa 500 ming 1 million qimmat bo'lsa ham zo'rdan boqaman degan akalarimiz uchun telefon qilib yana bir qator ma'lumotlarni olib, inshaalloh chiroyli qilib savdo olib turaverasizlar aka. Tavsiya qilaman, yaxshi narsa ekan molimiz. Maza qilib boqadigan variantidan. Aka, bozoringizni bersin. Xo'p, mana bu yerda akalar optim yeridan puli arzonidan so'raganlarga Xudo xolasa jasadli variantidan. Soniga 4 tami aka? 4 ta. Soniga 4 ta. Bo'ybaslari 95 plus minusda. Xudo xolasa arzonroqdan olaman degan akalarimiz uchun mana. Yedishlarga garantiyasini beraman deyaptilar. 1 hafta. 1 haftagacha. Aka, nech puldan deyapsiz bularni? Aka, bularni-chi bir joyda olaman desa 12,5 dan ham o'tib beraman. Xo'p, obunachilar xudo xolasa to'ralasini bir joyga oldim deganga 12 million 500 ming so'mdan chiroyli qilib kamini qilib beraman deyaptilar. Donaga gaplashsak 13 dan kami o'tib beraman. Xo'p, tanlab olaman deganga 13 million so'mdan o'tib beraman deyaptilar. Xudo xolasa kimgadir ma'qul kelgan bo'lsa telefon qilasizlar. Xudo xolasa chiroyli qilib savdo olib turaverasizlar. Xo'p, akalar, mana bunisi kichkinaroq. 95 chiqmaydi, 90. 90 atrofida. Rangi chiroyli narsa ekan. Parodasi aka. Xolasa sifatlirog'i. Aka, nomerni ayting. 90lik 155 92 65 nomerlarga telefon qilasizlar. Xudo xolasa akam bilan bog'lanib, yana bir qator ma'lumotlarni olib, chiroyli qilib savdo olib turaverasizlar. Aka, bozoringizni bersin. Rahmat. Aka, lekin sotdim luboy narsa. Nech pul oldi aka shu? 18 million arzon bo'libdi ashmolam lekin. Ashmo bitta ko'rsatib qo'yilib 18 million 100 ming so'm akalar, xudo xolasa Angus parodasiga mansub bo'lamiz. Jonivor, bunday qilib turchi. Mana aka, 18 million 100 ming so'mga. Olganga ham sotganga ham Alloh taolo mingdan ming barakasini bersin. Yaxshi narsa olibdilar lekin aka. O'ylar akalar 1.5 plusda. 1.5 plus minusda. Joning sog' bo'lsin. Voy, yana bittasi ketdi. Nima deyapsiz? Obunachilarga salom yo'llayapsizmi? Joningiz sog' bo'lsin. Nech pul deyapsiz buni? Nech puldan? 14 dan 14 million so'mdan kami bor deyaptilar. Xudo xolasa bo'ybaslari 90 plus minusda. Savdosi nech pul oldi? Bo'g'anni ayting lekin. 2008 akalar, xudo xolasa 25 million 525 million 625 million 700 ming so'm gacha savdo bo'libdi jupa. Mana chiroyli yaxshi narsalar ekan. Joning sog' bo'lganlar. Qo'yamiz aka. Aka, nomerni ayting. 94lar 309 1873 0873 nomerlariga telefon qilasizlar. Aka bilan bog'lanib, chiroyli qilib savdo olib turaverasizlar.
kimgadir ma'qul kelgan bo'lsa. Akalar xudo xolasa mana bunday yosh ko'chatlar olaman degan akalarimizga arzon variantidan nech qilyapsiz? Aka buni 15 million so'm kami bor deyapti. Xudo xolasa aka o'shlarni qiltiribdi, yoshiga yosh, sifatli, chiroyli. O'sha yoshligidan o'zim mehr berib boqaman degan akalarimiz uchun. Oyoq qo'llari ham polvonginalar ekan, janing sog' bo'lgan. Savdosi nech pul oldi? Savdosi 13 million bo'lyapti. Savdosi hozirga realniy bo'lib turgan. Na, akalar 13 million so'm. 13 million so'm, xudo xolasa. Aka nomer qo'yamizmi? Ya Nomer ayting. 91lik. 185 185 40 40 nomerlarga telefon qilsalar xudo xolasa egalari bilan bog'lanib chiroyli qilib savdo olib turaverasizlar. Sotmasam siz kanalimizdan kelishsa 11 millionga berib yuboraman aka. Bo'ldi. Agar bozorda sotmasalar telefon qilasizlar xudo xolasa 11 millionga javob beraman.